bitta narsa so'ramoqchiman, maylimi? Vazirlar Mahkamasining 975-sonli qarori bor. Ko'ra YP xodimlari bilan yo'l harakati qatnashchilari o'zaro munosabati belgilangan. 43-band ikkinchi qismiga ko'ra YP xodimlari transport vositalarini to'xtatish mumkin bo'lmagan joylar belgilangan aka. Qarilishdan oldin va keyin temir yo'llarda, chorrahalarda, tunnellarga tushib keturishda sizlar hozir noqonuniy turmayapsizlarmi bu yerda? Chorraha deyilmagan o'tda. Keskin burilish bor, ketishlar ko'rinmaydi o'tda. Keskin qayirishlarda burish to'xtatish, turish taqiqlanadi. Chorrahada keskin burilish deyilmaydi, bu chorraha deyiladi. Yo'q, burilishdan avval va keyin deyilgan aka. Burilish emas-ku bu, chorraha yo'q bu. Yo'q, men u yoqdan burilib kelyapman hozir. U yoqdan burilib kelyapman. Sizlar ko'rinmaysizlar menga. Farqi bor demoqchiman. Yo'q, sizlar menga ko'rinmaysizlar. Ko'rish cheklangan joylarda, xavfli hududlarda to'xtatish mumkin emas-da. Yana bir aytamiz sizga. Keskin burilish bilan chorraha farqi bor. Keskin burilishda ketyapsiz, znak turibdi. Turtib povorib kelyapti. Hech qanaqa chorraha emas. Bu yerda yashin turgan hisobda bo'ladi. Yo'q, u anaqada keskin burilish deyilmagan aka. Burilishdan avval va keyin deyilgan. Burilish o'sha burilishda. Yo'q, keskin deyilmaganda, chorraha ham deyilgan. Qat'a turishimiz kerak. Chorraha deyilmagan. Yo'q. Sizlar hozir necha metr masofada turibsizlar? Aka, chorraha deyilmagan noma, chetroq. Ha, men o'qib beraman sizga aka. Aka, qarab olasizmi? Keturingmi? Akajon. Ko'rdinglar? Javob bera olmadilar. Chetga olinglar, qaramayaptilar.